Qaranglar, bitta videoda ikkita mashina qo'yapmiz. Ikkalasi ham Nexia 2 legendarniy bo'ladi. Ikkalasi ham yaxshi holatda, tiniq holatda turibdi. Boshiga 2000 dollardan kelsangiz, bu mashina ham bu mashina variantga chiqadi. Ikkalasi ham bir xil egizak 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisi delfin rangda, bunisi oq. Kraskasiga keladigan bo'lsak, qisqa ma'lumot berishga harakat qilamiz. Egasini raqamini qoldiramiz, batafsil ma'lumot olasiz o'zingiz. O'ng tomon krilo bilan kapotda kraska bor ekan, deyarli 30% kraska bo'lgan deyaptilar. Buni orqa ikkita krilosida, ya'ni ikkita o'ng tomon, chap tomonda ham krilosida kraskasi bor ekan. Mashina delfin rangda aytib o'tdik, qaranglar. Bunda metan bor, lekin konditsioner yo'q. 1.6 motorda dons bo'ladi. Bu ham xuddi shunday, faqatgina bitta farqi, buni konditsioneri bor ekan. Holat yaxshiroq ekan, buni narxi ham qimmatroq. Keyin bitta salonni ko'rsatib o'tamiz. Tonirovka ruxsatnomalarigacha bor ekan. Probiga 2 ruka yaqinlashib qolgan ekan, paketlarni taqqanlar. Sababi mashina, keng orqasini olib bering. Sababi mashina nima deydi? Mashina jalobga shuning uchun variantga beriladi Vikubga. 2000 dollardan kelsa beraman deyaptilar. Orqasini ham olib bering. Metani bor, uni aytib o'tdik. Yaxshi holatda, yomon emas. Endi qisqaroq qilishga harakat qilamiz videoni. Keling endi bunisini. Salon holati, marhamat. Bu ham 2 kruk, deyarli ich qolqoliklari bor. Bagajni o'z ochib ko'rsatamiz. Bagaj ochilmadi. Bitta aka bosib yubora olasizmi, iltimos? Bagajni bosib yuboring. Marhamat. Metani bor, buni aytib o'tdik. Zapaskasi joyda turibdi. Qaranglar. Narxi delfin rang bo'lyapti, 5000 dollar kelishadigan joy bor, 2000 dollar Vikubga chiqadi. Buni oxirgi tochkasi 4200 bo'lyapti. Bu ham 2000 dollar olib kelsangiz Vikubga chiqadi. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telegram, YouTube'ga obuna bo'lish esdan chiqmang. Shunaqangi zo'r e'lonlar birinchi o'ringa Telegramga qo'yib borilyapti. Kuzatib borayotgan hammaga alohida rahmat.